Tushunarli, demak, birinchi klinikasini ko'rdinglar, ikkiga qonmas oldilar, uchinchisi MRT. MRT qilganlaringizda shishni va kontrastning erta to'lishini, kech to'lishini ko'rdinglar va umuman mumkin bo'lgan payti biz biopsiya qildik va bitiraman yana tamponada bo'lishi mumkin. Tamponada bo'lgan payti yurak to'xtab qolishi ham mumkin yoki artmiya paydo bo'lishi yurak kechilishlaridan operatsiyasi asosiy o'lim sababi hisoblanadi. Endi yaxshilab o'rganib olasizlar, davolashni boshlaymiz. Diqqat. Miokardlar davolash. Davolashda birinchi urg'u etiopatogenetik. Nima sabab bo'ldi? Nimaga miokard yallig'landi? Ildiz qayerda? Kasallik ildizi qayerda? Bu ko'pincha o'tkir miokardlar uchun berilishi kerak bo'lgan savollar. Chunki surunkali miokardlarni etiologiyasini yo'q bo'lishi, etiologiyasi to'xtagan bo'lsa, organizmdan chiqqan ketgan bo'lsa ham, uning davomini surunkali shaklda sizlarga davom ettiradi. Ya'ni tasavvur qilinglar, virus kelgan, ishini qilgan, virus chiqib ketgan. Tushunasizlar, virus chiqib ketgan, lekin miokard davom etaveradi. Nimaga? Chunki u autoimmun jarayonni ishga solgan. Autoimmun jarayon yig'ilish davom etadi. Virus yig'ilishidan tashqari u to'xtab bo'lgandan keyin autoimmun yig'ilish jarayoni davom etishi uchun ba'zi vaziyatda ehtiyotli davoni topganingiz bilan surunkali shaklda birozgina asosiy patogenik davo qilmasangiz ichida qilishgan. Shuning uchun virus bu o'tkir davrda davomlangan jarayon hisoblanadi. Agar o'sha surunkali miokard o'tgan bo'lsa, uzoq vaqt davom etgan bo'lsa, u yerda o'sha autoimmun jarayon davom etib bo'lgan deb baho beriladi. Agar virus bo'lsa, qaysi virus ekanligiga qarab, gerpes bo'lsa, atsklavir, sitomegalovirus bo'lsa, gansklavir va boshqa shuningdek adenovirus bo'lsa, ingavirin kabi protoviruslarni qo'llashingiz mumkin. Qaysi dori keltirib chiqarsa, dorilarni admin qilishingiz, toksin bo'lsa, toksinni admin qilishingiz asosiy rol o'ynaydi. Endi esa yurak yetishmovchini davolashga o'tamiz. APF ingibitorlari berish shart. Beta blokatorlar o'tkir miokardda berilmaydi. Eslab qo'yinglar. APF ingibitorlar luboy miokardda beriladi. Lekin beta blokatorlar o'tkir miokardda berilmaydi, faqat surunkali shaklga o'tgan 2 oydan beri simptomlar namoyon bo'lib turgan, 2 oydan beri davom etgan miokardga berganingiz ma'qul. Beta blokatorlar o'tkir miokardda berilmaydi. Yurak dekompensatsiya shaklida payti berilmaydi, lekin surunkali shaklda miokardda beta blokator beriladi. Va oxirgi guruhimiz bu dimlanish kamaytirish uchun diuretik aldosteron antagonistlari spironolakton preparat beriladi. Men APF inhibitor aytdim. Agar o'tkir bo'lmasa, surunkali bo'lsa, beta blokator aytdim va verospiron, ya'ni aldosteron antagonistini aytdim. Va verospiron erkaklar uchun yaxshi emas, ayollar uchun ma'qul ko'riladi. Erkaklarga elprenon, xuddi shu gruppaga oid elprenon 25-50 mg preparati tavsiya etiladi. Demak, elprenon ketdi. Beta blokator ketdi, APF ketdi va keyingi dorimizda glikokortikosteroidlar. Virusli qonda virus turgan payti hech qachon glikokortikosteroid berilmaydi. Xullas, virus hali qonda bormi? GKS berish haqqimiz yo'q, chunki GKSlar virusemiyani ko'paytirib, immunitetni tushirib, viruslarni ko'payib, yurak kasalligini yana ham oshishiga, virusemiyani avj olishiga, viruslarni ko'payib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'tkir miokardmi? GKS qo'llamang. O'tkir virusli miokardmi? GKS qo'llamang. Faqatgina surunkali jarayonda demak siz GKS qo'lyapsiz. GKS nima aytadi? Prednizolon, dexametazon. Qarang, nima uchun qo'lyapman? Doktorlar, nima bor? Yallig'lanish bor. Nima bor? Autoimmun jarayon bor. Ikkalasiga toshni effekt beradigan jarayon dori bu GKS, glikokortikosteroidlar. Miokardda juda keng qo'llanadi. Effekti moshni, ayniqsa mioperikardit bo'lgan paytda, diqqat qiling, ham perikard qo'shilib zararlangan paytda yaxshi effekt beradi. Bemorda
autoimmun jarayon tufayli immunotanishlar kuchaygan payti juda yaxshi effekt beradi. Demak, APF ingibitorni aytdim, beta blokatorni aytdim, spironolakni aytdim, yurak ichimlik davolashga, to'g'rimi? Qaysi birini aytdim? Endi glykogen. Давайте sxema qilamiz. 2 haftadan 5 oygacha berishimiz mumkin. Men bunday qilaman. Boshlanishiga 4-3-3-2 qilib 4 kun osmoqol natriy xloridga qo'shaman. 4 ml birinchi kun dexametazon, keyingi kun 3 ml qo'shaman, keyingi kun 2 ml qo'shaman. 5-kundan tabletga o'taman. Tabletka prednizolon kuniga 30 mg. Ikkita soat 7 da, ikkitasini soat 10 da, ikkita soat 13:00 da. Qarabsizki, kuniga 6 ta prednizolon yetadi. Va buni har haftaga keyin yarim doz kamaytirib borsam, uzog'i 1-2 oy chiqib ketaman. Demak, prednizolon kerak, doktorlar. 30 mg o'rtacha hisoblanadi. Ba'zi bemorlarga 40 mg kelishi mumkin. Ba'zilarga 80 tushishi mumkin, ba'zilarga 40 tushishi mumkin, 45 o'rtacha. Men 40-30 olish ma'qul bemorga. 40 oling, eng ma'qul shu. Chunki 0,5 mg na kilogramm. Bemor 80 kg, давайте 40 olamiz. Bemor 100 kg, давайте 50 olamiz. Mana shunaqa qilib bo'ladi. Xo'p, va 2-5 haftadan 2 oy davomida sekinlik kamaytirish tavsiya etiladi GKSlarni. Endi savol tug'adi. Autoimmun jarayon immunodepressiv terapiya qilamizmi? Ha, ba'zilar qilinglar deb aytadi shifokorlar. Ba'zilar yozishadi, lekin taqqolatchasi qanday? Taqqot immunodepressiv terapiya qo'llash fonida bemorlarimizda yaxshilanish bo'ldimi? Ha, yaxshilanish bo'ldi. Lekin platsebo bilan bir xil. Xuddiki men bemorimga oddiy hech qanaqa effektsiz dorini maqtab berganimda qanday effekt olsam, immunodepressiv terapiyani, ya'ni azidaprinni bergan xuddi shunday effekt. Ya'ni platsebodan yaxshi effekt bermaydi. Lutchi uni bergandan ko'ra deyapti, oddiy vitaminni maqtab ber degan u. Immunodepressiv terapiya standartda bormi? Yo'q, afsus kiritilmagan, chunki bemorda holatini sezilarli platsebodan ko'ra yaxshilamaydi. Qarang, qanday taqqol bitta gruppasiga xuddi zo'r dori deb oddiy vitamin bergan, umuman oddiy suv bergan bo'lishi mumkin. Bu yoqqa immunodepressan bergan bemorlar bilan platsebo olgan bemorlarni solishtirganda ikkalasi bir xil. Platsebodan o'tib keta olmagan. Qachon bilasizlarmi? Dori standartga kiritilib qo'llash kuchli tavsiya etiladi. Bemorda u platsebodan kuchli bo'lishi kerak. Misol uchun men kimda qaysi bemor bor, to'g'rimi? Unga vitaminni bu dunyodagi eng zo'r dori, Amerikada yangi topildi, sizni juda tez yaxshilaydi deb oddiy vitamin qilsam-u, bu tarafdan immunodepressanni qo'shsam, bir xil effekt bo'lsa, lutchu bemorga platseboni qo'llagan yaxshi, pul sarflagandan ko'ra deyapti. Shu tarafdan ham platsebodan ustun kelmagan, shuncha kiritilmagan. Lekin GKSlar yaxshi, обязательно beta blokator, обязательно aldosteron berilsa. GKS berdilarmi? Asudorshi keyin qo'shimcha jarayon bo'lsa antigistamin, ba'zi shifokorlar qo'shadi, antigistamin allergik miokard bo'lgan bemorlarga antigistamin qo'shish mumkin. Endi yana bir effektli plazmafares, ya'ni qonni plazmasini antigen antitela kompleksida tozalash maqsadida, antigenlardan tozalash maqsadida plazmafares ham juda zo'r effekt beradi. Keyingi metodimiz qaysi ekan? Haqiqiy davolash plazmafares beramiz. Plazmafares da geparin trombozon uchun 1 mildan 2 mahal teri ostida, 1 mildan 4 mahalgacha 1 mildan 4 mahalgacha teri ostida 5 kun daraja keyin trombasga o'tamiz. Yetadi. Geparin berdik, glukazkasol berdik, apelsin berdik. Mana ko'pchilik shifokor metabolik teatrazalin yozadi. Defaskor deganlar, niyat o'qiladi. Divartin kerak emas. Uni ta'sir qilmaydigan, narxiga arzimaydigan dorilar kerak emas bu yoqda. Yurak ishemik kasallikdan ham o'zi kerak emas dorilar. Uchun ham qo'shmaysiz. Plazmafares qiling kuni puliga, GKS terapiya qiling va APF inhibitorni berish kerak. Bemorga kuchli zo'riqish umuman mumkin emas. Bemorga kuchli zo'riqish umuman
mumkin emas. Xo'p. Keyingisi geparin aytdim, trombosni aytdim, GKSni aytdim. MPVS-chi degan savol. MPVS berib o'tirmaylar, foydasiz. MPVS berilmaydi miyokardda, yanlış bo'lsam, GKS berish kerak. Ya'ni nosuriga yig'ilishga qarshi vosita berilmaydi. Kalxitsin ham berilmaydi. Asosiy davolashda mana shu. Marhamat. Endi plazmafarez effekt bor. Qimmat, lekin effekt bor. Marhamat, kimda savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Ovozim boryaptimi, Dilshodbek? Ovozim yaxshi boryaptimi? Tasos bo'ldi. yaxshi kelyapti. Dilshodbek. Aha. Marhamat. Bitta ham endi ikkilanish bo'lib qoldi va immunosupressiv taktika qilmaymiz dedik-ku. Hozir GKS berganimizdan keyin baribir immunosupressiv holat paydo bo'ladi-ku bemorlarda, ya'ni immunite tushish holat GKSdan keyin. Da tushadi, xo'p. Endi nima shu yerda sizga uni autoimmun xususiyat, autoimmun jarayonga qarshi qilinmayapsiz, to'g'ri? Lekin u yerda ikkinchisi bor. Ovozingiz uzilib qoldi ustoz. Ustoz, ovozingiz uzilib qoldi-da. Demak, savol bunday bo'ldi. GKS terapiya beryapsiz, nima uchun immunosupressiv terapiya? Endi jarayonda autoimmun jarayon bo'lsa ham, lekin immunosupressiv terapiya o'zini effektini ko'rsatmagani uchun biz GKS terapiya qilamiz va GKS terapiya o'zining kuchi, depressiv kuchi yetadi jarayonni bostirishga, lekin bu yerda qo'shimcha ravishda yalang'och ketgan uchun yalang'ochga qarshi kuchli effektdan foydalanamiz. Endi savol tug'iladi, qachondir umuman ba'zi joyda yozilgan-ku, immunosupressiv terapiya qo'llaniladi. Umumiy tarzda. Ha, yozinglar. Gigant hujayrali miokarditlarda, sarungi miokarditlarda, gigant hujayrali miokarditlar va sarkoidozdan keyingi miokarditlarda ko'pincha albatta erta davrlarda yuqori dozda aziatioprин qo'llashingiz mumkin. Demak, ko'pincha bu siklosporinlarga gigant hujayralari miokarditlarda, xo'sh, sarkoidozli miokarditlarda juda ko'rishimiz mumkin. Chunki bular tadqiqotlar isbotlangan. Doktor Og'abek, qaysi turdagi miokarditlarda biz immunodepressiv terapiya qilayotganmiz? Gigant hujayrali va sarkoidoz miokarditlar. Tufayli kelib chiqqan miokarditda. Tak. Ularni bermasangiz, hozir mana shu bemorlarga immunodepressiv terapiya qilsangiz, ularni saqlab qolish qiyin bo'ladi. Berish shart. Yozinglar aziatioprин yoki siklosporin. Immunodepressiv terapiya bu sarkoidoz, misol uchun, hujayralar miokard doktorlar o'zi og'riq. Uni o'zi biopsiyadan aniqlashadi. Lekin sarkoidoz aniqlash uchun limfa tuguni kattalashgan, epkada o'zi bilinadi sarkoidoz bo'lgani.
ularga antidepressiv qilish shart hisoblanadi va azatioprин yoki siklosporinlarni qo'llashingiz mumkin. Yurak glikazlari qo'llanadi. Qisqacha so'zlayga fraksiya pasaygan bo'lsa, yurak glikazlari miokardlarda foydalanish mumkin. Ko'pincha yurak yetishmovchiligi fraksiya past bo'lgan paytda yurak glikazlarini qo'llashingiz mumkin. Effekt olinadi, yurak glikaz standartda bor. Lekin uzoq muddat berish mumkin emas, chunki uzoq muddat berilganda yurak glikazlari yurak charchatib qo'yishi mumkin. Oxirgi kuchni ushlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun 5 kun, 10 kunlik, diaksin 5 kunlik bersa bo'ladi, qisqa muddat bersa bo'ladi. Yuqori dozada berish mumkin emas diaksinni. Difteriya tufayli miokard bo'lsa agar, unga difteriyaga qarshi zardob qo'llash kerak. Difteriya tufayli Xo'p, ana endi uzoq muddat beriladi azatioprин 50 mg dan 3 mahal beriladi, 2 mahal emas, chunki sutkalik doza 150 mg. Даже 2-3 mg na kilogramm 70 kg bo'lsa, kuniga bu 150 degani bu kuniga demak 3 mahalga to'g'ri keladi. Demak, azatioprin standartda qanday yozilgan, klinik farmonda qanday yozilgan desa aytaman. 2-3 mg na kilogramm yozilgan. Bu nima degani u? 70 kg bo'lsa, 2 qo'ydarsang kuniga 150 mg degani. Qanday beraman? 50 dan 3 mahal berasan. Qancha vaqt? 1 oy berasan, 2 oy berasan, undan keyin mayli 2 oydan keyin 2 mahalga tushishi mumkin degan terminlar ishlatiladi. Xo'p, difteriyaga qarshi difteriyaga bo'lgan tufayli kelib chiqamiz, difteriyaga qarshi zardob ham ishlatishimiz mumkin. Asal mana shular beriladi. Lyme kasalligida ham bir infeksiyaga qarshi streptokoklar bor, stafilokoklar, bularni ham alohida davolashimiz kerak. Va bu preparatlar jigarni zararlashi aniq, jigarni shuning uchun e'tibor berasizlar. Davolash bo'yicha o'zicha mana shu 40 daqiqalik leksiyamiz shundan iborat. Davolash bo'yicha marhamat, umuman miokardlar bo'yicha kimda savol bor? Oddiy qilib eng muhim joylarni tushuntirdim. Keldi bemor, yurak yetishmovchi belgilari bor, yosh, infeksiya o'tkazgan bo'lish, toks omil, MRT qon topyapti. MRT bilan beryapti. Demak, MRT bizga kerak bo'ladi miokard diagnoz qo'yishda. Marhamat, savollar qabul qilaman. Keling endi hamma o'zi uchun eng muhim deb bilgan bitta ma'lumotni, ikkita ma'lumot yozsin. Misol uchun, bu leksiyada kim nima oldi? Ikkita ma'lumot yozinglar. Misol uchun men bu leksiyada shaxsan men talab tinglaganimda miokardit MRT bilan diagnoz qo'yishni bilib oldim. Mana shunaqa ikkita bilib olgan narsa yozinglar ekan, kim nima o'rganibdi. Hamma o'rgangan ikkita ma'lumotni yozsin kan gruppaga, nima yozinglar ekan? Keyin savollarga o'tamiz. Kan ikkita kim nima o'rganibdi. Demak, o'rganilibdi. Eng ko'p subyektivlikka hansirash, defensiv miokard infarktda kuchli miokardda simillovchi. Xo'p.
Yaxshi. Bugun mavzucha kimda savollar bor? Yaxshi o'rganibsizlar, ancha yaxshi. Savol yo'qmi? Azodiotin emas, azatioprин. Azatioprin. Xo'p, savol bo'lmasa, o'z chatni tugatamiz. 20 minut o'zingiz chatni qaytib eshitib ko'rasizlar, undan keyin 22:00da savol-javobni boshlaymiz.